siz ham har kungi SMSlardan, Telegramdan keladigan notificationlardan, Gmaildan, Exceldan charchadingizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Ko'plab tadbirkorlar bu sohada haligacha manual, Telegram, oddiy communication, undan tashqari nechta odam ishlayapti, nechtasi aktiv, nechtasi ishlamayapti, nechtasi necha soat ish vazifalarini bajaryapti. Undan tashqari o'zi kompaniyada qaysi urovenda ketayotganingiz, kompaniyangiz profitmi yoki profitable emasmi? Shunaqa savollarga berilganingizda sizga meni maslahatim TMS platformasi. Hozirgi vaqtda o'zim Quick Manage TMS platformasini ishlataman va undan tashqari bir nechta shunga o'xshagan boshqa yo'nalishlarda yo'naltirilgan softverlarni ishlataman va ularning asosiy vazifasi meni kompaniyamda avtomatlashtirish orqali kompaniyamni delegирование bo'limida har bitta menejerni KPI'ni, har bitta menejerni vazifalarini bajarayotganini ko'rib tura olaman va sizga ham shuni qo'llashni maslahat beraman. Chunki siz bilaman, haligacha 15 ta, 20 ta, 30 ta traktda kompaniya bo'lib yurishingiz mumkin va qanday qilib o'sishda kelayotganingizda o'sha savolni ko'p o'zingizga berasiz va o'sha narsa aynan tizimlashtirish, avtomatlashtirish va delegирование prosesidan keladi. Shunaqa qiziqarli insaytlarni siz meni YouTube sahifamda va Telegram kanalimda ko'rsangiz bo'ladi.